O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 12, 13, 14 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi. 12 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 14 aprel kuni kechasi va kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13-14 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 12-13 aprel kuni 31-36 daraja, 14 aprel kuni 29-34 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 12 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13-14 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-13 aprelda 17-22 daraja, 14 aprelda 13-18 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, sog' salomat bo'ling.